Jonim dovcha olib beraymi, yeysanmi? Dovcha yo'q-ku holi. Ibisan chilib o'ynarsan topaman, qara. Hey! Ha dada. Ahol daraxtda dovcha yo'q, nima gulini to'kib o'tiribsan daraxt o'tdi yo'q. Tur. Hozir. Daraxtda dovcha yo'q, bu yosh kelin-kuyovlar romantika qilmay daraxt gulini to'kadi. Astag'firullah. Voy, kelin chaponi bor ekan. Shuni kiyib tualetga borib keling. महीना रसीदा बोमल का शोला मेरा फुल हो रची Jonim, kuta oldimmi? Sog'indik odam sizni. Zokir aka, Ha? nima qilyapsiz? Dada? Nima qilyapsiz? Sen nima qilyapsan bu yerga kelishlik aka? O'g'lim shunaqa prikol qiladi. Yo'q, ay, men o'tirman qo'liyu. Borib jonim. Ya dada shunaqa prikol etishgan. Endi Men qarang, qo'ying gaplaringizni qo'ying. Keliningiz bilan biz yaqinda bir biznes boshlamoqchimiz. Shunga ana uydagi mashina sotmoqchidik. Nima deysiz? Siz aytaylik. mana mashina sotasan hozir. Jillimisan yo? Keyin nima qilmoqchisan? Ha, uy sotaylik. Hech nima ham sotilmaydi. Undan ko'ra shu mashina zaliga qo'yda pul olsang bo'ladi. Qayerdan olaman? Yur ko'rsataman. Boramiz. Aha. Yerga kel. Menga qarab acham, hozir Qarako'l tumani Kurukda joylashgan pul makonda mashina bilan uy garov evaziga pul beradilar. 10 milliondan 300 milliongacha. Qancha muddati? 6 oydan 4 yilgacha beradilar. Zo'r ekan. Keyin ana uni ham eshitdim, mashina beradi. Ha, bu yerda mashinani beradilar, rasroshkaga bo'lib to'lasha foizsiz. Astak nomerlarga telefon qilsa qo'shimcha ma'lumotlar olaverasan. Zo'r ekan, ha. Nima qilding darib? Nima qildim? Jonimdek quchoqlar. Yerga kel.